ko'pchilik rivojlana olmayotganligini sababi rivojdagi insonlarga qarab yo muhokamada bo'lishi yoki hasadda bo'lishi yoki rivojlangan insonlarning hayotidagi natijani bu tayyor natija deb o'ylashlarida, ya'ni uni tagidagi zamridagi mehnatni qilishi kerakligini tan olmayotganligida. Shaxsan men bugun bir achchiq bo'lsa-da bir haqiqatimni aytaman, rivoj yo'limdagi haqiqatimni aytaman. Mana shu yaqin orada men 3 soatlik yurishni hayotimga kirg'izish uchun judayam ko'p qiynaldim-da. Kim uchundir bu oson, lekin men uchun hali qiyin ekan. Ya'niki men 3 soat yura olishim uchun, buni hayotimga kiritishim uchun juda katta ag'dar-to'ntarlar bo'ldi. Butun tanamda, daromadimga ta'sir o'tkazdi. O'zim bilan bo'layotgan munosabatimda psixikamga ta'sir ko'rsatdi, chunki o'sha yerdagi loyihaga men teginib qo'ydim. Va siz ham nimadir ish boshlayotgan paytingizda o'z-o'zidan bo'lib qolmas ekan va shunchaki bo'lmas ekan va men buni tan oldim. Bu sizdan katta kuch talab qilar ekan. 2 yil davomida men 3 soat yurish uchun o'zimni ko'niktirdim, o'zimni rozi qilishni boshladim va hozir bir qancha retritlardan keyin endi bu mashg'ulotni qila olyapman. Qilayotganimda esa men shunchaki bir hafta hayotimda qo'llab chiqarib olish uchun emas, umrimning oxirigacha 90 yoshgacha, undan katta yoshlargacha qo'llash uchun olib kiryapman. Har qanaqa rivojlanayotgan insonni ko'rdingizmi? Men aytgan bo'lardim, mana shu joylardan ular o'tishyaptiki, rivojlana olishyapti. Men ham misol uchun hayotimda rivoj qila olganman, nimani evaziga? Chunki o'sha rivojlangan insonlardan borib nima qilishayotgan ekan, hayotini, kun tartibini qanaqa o'tkazishayotgan ekan deb men retritlarga borib ko'rib, o'rganib, ular bilan birga yashayman, o'taman. Keyin o'zim hayotimga kelib yana davom etaman. Aytgan bo'lardim, hayotingizni agar rivoj mavzusida juda ham ko'p izlanishlar qilayotgan bo'lsangiz, tabiiyroq bo'ling, oddiyroq qarang bu narsaga. Voy, bo'ldi, men hozir Instagramni portlataman, hammani zo'r qilib o'zimga o'rgataman, voy, men hozir zo'r qilaman desangiz, bir necha yilga portlatishingiz mumkin, zo'r bo'lishi mumkin. Keyin esa davomiylik bo'lmasligi mumkin. Bizga esa juda ham kerak davomiylikdagi rivoj. Aynan buni xohlayotgan bo'lsangiz, hech narsani hech kimga ko'rsatib isbotlab qo'yish uchun emas, shunchaki qalbingizga uyg'un, vataningizga, hayotingizga